qo'lga. Qanday choy quysa, sinchaymi, Mayli, atgan choymi? qanday choy ichishim yo'qsa. Men endi qo'ljiga olsam atgan choy ichaman, qog'iliq qilsam sho'rpi choy ichaman. Mayli, qanday choy ichasiz? Ko'ngil nima ta'sir shuni? Sog'liqning ahvoli yaxshi. Yaxshi. Men bir xil men qo'ylida ko'shab yiqqan og'zidan bir xil bir mag'zab chiqqan ish bor. Ya, o'lab qolmaydi ekan bu. Silos beryapmanmi? Ya, silos emas, nima beraman paxalni. Paxal bak yo'g'on jiri ko'p qolmagan bu yerda. Ya, normalda. Yumshoqmi? Biz paxal deganimiz qo'noqchilik shu hamda. Ma Gumi tarafda, Xotin tarafda pasad deydi. Paxal degan biz odat paxal degan nima? Paxal degan qo'noqchilik. Asli paxal degan nima? Asli paxal degan qo'noqchilik. Asli paxal degan nima? Shal paxala. Shal paxalni paxal deymiz. Halol deymiz ana. Uni halol deysizlar. Bugun men bir tal bilim o'rganib oldim. Hayotni nig'mat gaqli yuritma bilmay. Ma qog'iliqda qo'noqning shexini paxal deydi ekan. Uningdan boshqada qo'ljidimi paxal deganimiz mashalninki. Tavtov. Shuni paxal deydi-qa. Unda olib qolib qolsa do'stlar biz hozir qog'iliq naysninki Loq Malchavro bozorida qog'iliq nays kammi baxmishlar bo'ldi. Bu eng cho'ng mal bozorining birisi ekan. Bu qog'iliqning atrofida necha vaqt niyaq sarxilning yemini izlab topolmayotgan nurg'un do'stlar bor. Biz har Malchavro bozor kuni darvozaning chiqish eg'izdagi mishadi bor. Anan degan yana 300 da vakolatchimiz yo'q. Faqat shu 300 ga to'liqlab olsak qog'iliq naysga vakolatchi olmaymiz. 100 faqat birlardan fursat bor. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.